Assalomu alaykum aziz birodarlar, ko'radigan muxlislar. Mana ko'llardan ham bugun do'stlar seshanba kuni 12-may do'stlar. Ko'ryapganingizdek yana ham Omudaryoga keldik do'stlar. Mana bu ham mana O'zbekiston tomon do'stlar. Mana O'zbekiston tomon, Afg'oniston tomon o'rtada Omudaryo do'stlar. Juda ham ko'tarilyapti Omudaryo suvi. Mana hozirgi payt do'stlar. Qaranglar do'stlar, qanday Omudaryoning suvi qanday ko'tariladi sizlarga aytib o'tmoqchiman do'stlar. Mana ikki xil turda Omudaryo suvi ko'tarilishi mumkin do'stlar. Mana bir turda do'stlar, mana tog'larda issiq bo'lsa, juda ham mana shunaqa issiq bo'lib tursa havo, mana tog'larda qor narsalar erib suvlar juda ham ko'p keladi. Undan keyin mana shunaqa shamol yo to'fon boshlansa suvni qayd qilib Omudaryoning suvini ko'paytiradi do'stlar. Mana shu xilda do'stlar. Bittagina like bosib, obunani ham esdan chiqarmanglar do'stlar. Mana bu yoqda kemacha ham bor ekan do'stlar. Mana like ni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Mana ustiga chiqib ko'rmoqchiman. Mana men qayiqning ustida o'tiribman do'stlar. Omudaryoning qirasida do'stlar. Like ni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana Omudaryo suvi juda ham ko'p ko'tarilib bormoqda do'stlar.